Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 74. sanını görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmelerimiz hemalar malum boğandek bu programımız başlanğan günden tatip bugün günkəçə her sanımızda bir temini asas kılgan şekilde İslam'ımızı hakiki Kur'an ve sünnetin nuruda düşünüş için türüşüp kilovatımız. Rabbim inşallah söylengen barlık məzmunlardan, dərslərdən tegişlik nisibimizni elib məşqa həmmimizə müyəssər qılsın deyimiz. Tünügün elan bəgimizdəki bugünkü temimiz kimlikni himayə qılıdığan amillər deyən tema toxtulumuz. Programımızın daimlik və əziz mehməni həmala tunuşub olan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölümalar Birliği əzası, şunaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliği əzası Abdurrahman Cemal Kaşiqalini təklif olduq. Kıymetli vaxtını çıxırıb, qədəm təşəkkür qılıq üçün köp rəhmət etdimiz. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Nəq Meydandan tarixliyatıdır. Ekranlarda çıxıb duruyatqan numurlar arqılıq programımızға alaqadar fikir təklif berişinlərini şundaqla köplügən xeyirnaşanın paydalanışı üçün həm bəhərləb qoşuna, həm unutmağa istər. Onda olsa programımız kirib geçsək, hörmətlik ustaz, bu kimlik meselesini əlbəttə biz bundan burunqi şu İslam ve Biz programımızın qançılğan sanlarda məlum şunun münasibətlikə kəlgəndə hər xil şəkildə tilqəlib ötdüqəmdə. Bugün bu texinbək inçikə təfsili bir tonuş üçün oldurubdınız. Aldılan programımızda şu kimliknin görünüşləri və amilləri qaysılar degan sualdan başlasaq. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına Peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz programımızın 25. sanında taxminan bu temada naqs to'xtalgandik. Xo'sh. Bugün shuningki to'liqlamasa davom etibdi to'xtalsak bo'ldi. Boshda shuni kesib aytish bo'ldiki, bir butun kimligimizga ta'sir yetkazmaydigan yoki shariatning prinsipal asoslariga zid kelmaydigan foydali narsalarni qaysi millatdan kimdan bo'lsin foydalanishga bo'ladi. Hoş. Bu başta deydiğin sözümüz. Xulasası desek. Hem de kişilerin kimligini bilişte, dünyadaki insanların kimligini bilişte, mecburlanğan halde demez, belki öz ihtiyarı bilen, öz erkinlik bilen namayan kılıvatkan, ya ifadelavatkan ideya tasavvurları, ya ki siyasi yönelişi, ya ki sırtlı görünüş arkalık, ulanınki kimligini bilivağılın. Bu amillar asasen ya ulanın Müslümanlıkını bileceğimiz, mesela ideya tasavvuru, siyasi yönelişi, kimlik görünüşü arkalık, ya ulanın Müslüman ikenliği, ya ki Hristiyan ikenliği, ya ki komünist ikenliği, ya ki elmanizm ikenliği, ya ki Afrikalık ikenliği, ya ki Amerikalık ikenliği, ya ki biz okşay Uygur ikenliğini bileceğimiz bu amilların fırsatı arkalık. Ama ya ki çağda bu kimliknin görünüşleri bilen amillerini bir ayrış doğru kıldı. Bununki ehmiyeti intayin mühim. Hem kimliknin amillerini mi? Mesela biz misal ayılıp besler. Bizden kimlikimizni ifadalep verdiğin, bizden kimlikimizgi mor baskan, hiç qanday bir adamның yoki hiç qanday bir teşkilatның bunu uyan buyan qilish haqqı bo'lmaydigan bir amillar. Xo'sh. Hech kim bilan chaqalanmaydigan amillar. Bunu bilish lazım. Kimlikning amillari birinchisi til. Allah bizni Uyg'ur qilib yaratdi. İkinchisi irq. Biz Türk irqiga tabi. Bu ikkisi bizning hech qanday ixtiyorligimiz yo'q. Xo'sh. Uchinchi amil din. Dördüncü amil tarix. Beşinci amil medeniyet. Altıncı amil dinimiz asal şekillengen kıymet qarash. Yedinci amil coğrafya. Bu coğrafya bo'lmay turib kimlik mavjud bo'lmaydi. Nalik sen deydigan bir savolga javob berishimiz lazım. Şu biz Sharq Turkistonlik. Enin kendi siyasi ideologiya. Bu 8 türlük amil şekillen. Bu siyasi ideologiyanın münasebeti bunu qo'shib olamiz deyish mumkin. Bu siyasi ideologiya bo'lmagan vaqtida kimligimiz yo'q deb qo'yamiz. Xuddi Turkiya Türklerining qizil olma degan o'xshash bir siyasi ideologiyasi bo'lgandek, biz Uyg'urlarning albatta o'zimiz xos hur erkin yashashga tashabbus qilgan bir siyasi ideya cho'qim shakllanishi lozim. Buni bo'lmagan bo'lsa turg'izish lozim. Bo'lgan bo'lsa uni ta'kidlash lozim.
Bu 8 türlük amilde hiç kimden uyan kılış, özgertiş hakkı olmaydı. Hoş. Hem kimliknin görünüşü gelsek, kimliknin görünüşlerimiz kiyim kiyecek, yemek içmek, edebiyat, şiir, güzel sanat, kuruluş, öy kuruluş, binakarlık şekilleri ve örf adetlerden ibaret. Hoş. Bu ikisini ayırış imtihanı mühim. Biraz ki bu aklım toxtanımız. Hem görünüş karsa, bizde de yukarıda görünüşke asasen bir insandan Müslüman, ya ki Hristiyan, ya ki Uygur, ya ki Afrikalık, yani bir şeylik kelliğin bilgini oldu. Hem görünüş bazı kimlikni hakiki ifadalab beremeydi. Mesela Xitayga do'ppini bizde kayg'izib qo'ysak, baribir Xitoy. Bugungi kunlikda necha ming Xitoylar, necha ming tataylar Uyg'urlarniki milliy madaniyatiga tabe kiyimlarni do'plarni kiymaydi. Ularni Uyg'ur deb yo'q. Hoş. Ko'rinish ba'zida kimlikni haqiqiy ifodalab bermaydi. Chunki uning ichidan Uyg'ur emas, ichidan Sharq Turkistonlik emas. Kimligida, madaniyatida, tarixida Sharq Turkistonlik emas, Uyg'ur emas. Shuning uchun bu ko'rinish ba'zida ifodalab bermaydi. Ammo bizga qarta, bizning do'ppimiz, bizning o'zimizdan milliy kiyimimiz, Uyg'urligimizni ifodalaydi. Chunki ichki jihatdan va tashqi jihatdan biz shunga vakillik qila olamiz. Hoş. Shuningdek, bir qo'shimcha qistirgan bir nuqta, insoniy o'rtoqlikqa tava bo'lgan narsalarni qo'llanish yoki iste'mol qilish kimlik ta'sir yetkazmaydi. Masalan, bizningki shimkastonimiz deyil. Bu o'zimizning asli milliy kiyim emas. Hoş. Yangi davrninki natijasi insoniy o'rtoqlikqa tava bir narsa. İşiltiyotgan iPad ve alma ve kameralarımız insani ortaklık təvəniz. Biz bu nas işletsek bizning kimligimiz ta'sir etam deysiq. Çünkü bu yerda insani ortaklık təvə bo'lib ketgan narsalar bilan milliy xoslik təvə narsalarni farqlantirishmi, bumi muhim bu nuqtada. Mesela misal alaylik taxmin bir az izohlash uchun. Mesela bunun qo'shimcha Amerikalikning halol tamoqini ish, mesela katta kesin deyil. Halol bo'lgan bo'lsa, yesi bo'lam dotsi bo'ldi. Gerçi bu tamak tagidan Amerika'da paydo bo'lganmiz. Öğlerimizde Avrupa posunda yasağımız kelib qoldi. Yasak bo'lam desa, yasak bo'ldi. Hoş. Avrupaninki ba'zi bir moda kiyim-kechaklar bor. Bu kiyim-kechaklar mayli erlarning olsun, mayli ayollarning bo'lsin, shariatning o'lchimiga uyg'un bo'lsa, kiysak bo'lam, nus kiysak bo'ldi. Buning ishqasi ko'rinish. Ko'rinishda avrishim bo'lishga to'g'ri keladi, ammo 8 turlik omilda naqdek mustahkam turish to'g'ri keladi. Biz buni ayirmagan vaqtimizda yoz yantatimiz yoki boshqalarga irib tugab ketamiz. Ya'ni buni qo'shimcha qistirma shaklda demakki bir savol tushishi mumkin. Endi ayollarni ish qildi deyish mumkin. Tabiiyki kishilarga nisbatan bu kamir kiyim-kechak masalasi. Hoş. Ayollar qarta İslam dinimiz ayollarninki musulmonlik kimligini ifodalashda 3 turli shart qo'ydi. Ayollar yuzidan va qo'lidan boshqa, ya'ni yuzini ochiq qo'ysa bo'ldi, qo'lni ochiq qo'ysa, undan boshqa a'zo to'liq yo'qaydigan, kiygan kiyimi nepiz bo'lmaslik va tav bo'lmaslik sharti bilan kiyim-kechakning turlarini kiysa bo'ldi. Mush 3 turli shartga rioya qilish ularning musulmonlik ifodasi. Musulmonlik ifodasam dinimizdagi taqozzos, majburiyat. Buni da ixtiyorlik. Ammo uningdan boshqa dinimiz musulmon qiz ayollarga muayyan forma, muayyan rangni shart qilmaydi. Kesib ayta olamiz buni. Qarangni kaysin deydigan gap hech qanday yer yo'q shariatda. Hoş. Bu boshqalarning urf odatidan kelgan emas. Bu emas. Enin kendi bir rangdan yana bir rangda savob chiqroq bo'ldi degan gapni quruq gap, asosi yo'q buni. Hoş. Fakat İslam dinimizde ayollarning kiyim-kechakka qo'ygan sharti yuzi bilan qo'ldan boshqa butun a'zolar yapadigan bo'lish, tar olmaslik, nepiz olmaslik. Mush 3 xil shart rioya qilsa, ayollarga nisbatan kiyim-kechakdami erkinlik bormi? Endi bunga qistirma shaklda deymizki, milliy kiyim-kechak bahonasida ayollarninki yog'liq atmay yoki ro'mol atmay do'ppi kiyib olishi, chechini yalang'och taq qo'ygan asosda
buni bozorga selish, buni tashabbus qilish va bizning kimligimiz, an'anaviy kimligimiz mushuti deb bozorga selish, bu bizningki bir butun kimligimizga rioya qilmaganlikdan kelib chiqadi. Chunki ro'mol otmagan vaqtida yoki yog'liq siz do'ppi kiygan vaqtida islom kimligiga musulmonlar taqozzosiga uyg'un kiyim kiymagan bo'ldi. Bu nuqtani qistirish lozim. Ham uning ustiga bir qism ayollarningki yog'liq atmay yoki ro'mol atmay do'ppining o'zini kiyilishi bu Xitoy tajovuzchilarning yo kommunistlarningki vatanimizga qadam bosgandan tortib besim ostida, tashviqot ostida shakllangan xato bir urf-odat. Bu bizning an'anaviy milliy urf-odat emas. Urf-odatimiz. Buni aniq bayon qilish lozim bu. Chunki bu ko'rinishga munosabat qo'yganlik uchun. Buni masalasi yo'q. Ya'ni ko'rinish masalasi bir azkandir. Hamda kimlik tahdid solgan narsa nima? Yoki kimlikka xavf ekildigan, kimlikni eritib tashlaydigan narsa nima? Desak, bu ko'rinishdan kelmaydi, omildan keldi. Bizning kiyim kechkimiz shunqasmi? Yevropada tikilgandi, yoki Yevropadan kelgandi. Yoki oyog'imiz Italiyadan kelgandi bir moda shaklida. Yoki qo'llangan soatimiz Shveysariyadan kelgandi. Bu bir ko'rinish. Bu bizning kimligimizni buzib o'tmaydi, bekor qilib o'tmaydi. Bizim buzutadigan narsa nima desa, omil. Masalan, tilimizda voz kechdik. Aqidamizda voz kechdik. Qimmat qarashimizda voz kechdik. Vatanimizda voz kechdik. Tariximizda, madaniyatimizni voz kechib qolsak, yoki bizni besvaga Xitoylarningki mehnat urf-odatlarini o'zimizning go'zal urf-odatini afzal deb qarasak, u vaqt bizning kimligimizni chataq chiqish boshlaydi. Mana bir qism manqurtlarningki Xitoylarning urf-odat madaniyat deb qarashi hem şunun bilan ta'sirlanib qolishi yoki ajablanishi dal bu kimligini vayron bo'lganlikdan ifodasi. Kimlikdan chatqa, kimlikdan omillardan chiqadi. Bu nimasidan chiqmaydi. Buning asosan kimlikdan omillarda mustahkam turishimiz lozim. Ammo kimlikniki yuqori degan kiyim-kechak, yem-ichmak va boshqa rivoyat, adabiyot, she'r, o'yinki poson degan o'xshash bu masalalarda bir oz avrishim, yo'l tutishga bo'ladi. Xulosaga vaqtimizda bizning kimligimiz aqida qimmat qarashda mustahkam turdigan. Tilimiz bilan, tariximiz bilan, madaniyatimiz bilan faxrlanadigan. Boshqalardan foydalanadigan, lekin do'rmaydigan madaniyat. Xo'sh. Yoki kimlik. Bizning kimligimizningki formalasi bu. Bizning bugungi ko'rishimiz kimlik va mavjudlik ko'rish. Xulosalab kelgan vaqtida Xitoylar bilan bo'lgan, tajovuzchilar bilan bo'lgan kurashning mohiyati kimlik va mavjudlik ko'rish. Mavjudligimizni qo'g'daymiz deyotganimiz cho'qon kimligimizni qo'g'dashga to'g'ri keladi. Kimligimizni sog'lom holat qo'g'daymiz deyotganimiz birinchi qilib bizning ideya tasavvurimiz, dunyo qarashimiz va harakatimizning asosi bo'lgan dinimizni asli mohiyati bo'yicha oshqullarningki ta'siridan xoli holatda passiv aşkollarınki ozg'unlikdan xoli holatda dinimizni sog'lom tushunish. Milliy kimligimizningki omillarni buni yaxshi bilish, ya'ni Uyg'ur tilininki milliy kimlikni qo'g'dashdagi rolini bilish, erkinlikninki kimlikni qo'g'dashdagi ahamiyatini bilish, g'arb dunyosi bilan va boshqa dunyo bilan bo'lgan munosabatni to'g'ri bir o'lcham bekitish, andin qimmat qarash shakllantirish qatorliq bu narsalarni bilish to'g'ri keladi. Bu narsalarni bilgan vaqt andin sog'lom kimlikni shakllantiradi. Ko'p rahmat. Mishada abay tilg'ilib o'tgan masalalarda bo'libmi ayollarning kiyim masalasida 3 turlik asosini tilg'ilib o'tdilar. Biz ilgirki o'lmalar bilan qon suhbatda shu asoslarni tilg'ilib o'tgan tamda muayyan bir rangga nuqul qilinmaydiganligi. Har qanday rangni degan vaqtimizda masalan har bir millatniki yashayotgan ma'lum bir xalqniki musulmonlarning ichida nurg'ilgan millat bo'lganda shu millatning o'zining jamiyatiga urf deydigan masalan shariatimizga, urf odatimizga jamiyatga chiqsa masalan har qanday rang desa ba'zi ranglar masalan bo'libmi ayollarniki valdir-vuldir har xil zinnatli ranglar bor masalan. Yuqoridagi 3 sharatga to'lgan bo'lsa-mi, nepiz olmay kengri bo'lgan bo'lsa, ham yuz bilan qo'l bilan boshqa yerni yopgan bo'lsa-mi, ba'zi ranglar masalan ajoyib diqqat chekadigan ranglar bor. Ko'chiq chiqsa hamma odamlar diqqat chekib bunda qarab sol. Balki model bo'lsa kerak. Modeli yoki ustiga qilingan zinnatlar masalan bundaq bo'lsin masalan ash 3 sharat to'ldi deb ham oldir-vuldir bilaversin bo'lamdi yoki buni u istisnoiy bir holat. Normal holat asosiy o'lcham ba'zan 5 ga bu shartning xulosasi 3 tugay.
ya'ni boshqalarning diqqatini tortib yolmayacak bir g'alat kiyibdi deb masalan misol qilaylik. Bizning Uyg'ur jamiyatimizda tizg'i ishdan kiyibasa tizg'icha nima hisoblanadi? Bir g'alitlik hisoblanadi. Bizning urf-odatimizga g'alitlik hisoblanadi. Ammo ba'zilarning urf-odati tizg'i ishdan kiyibasa yoki Yevropalikning misol qilaylik yoki boshqa misol o'shqirish kiyibasa uning normal hisoblanadi. Demak, har biriga o'zining urf-odatini qonun shaklida qo'llanamiz qo'llanadi. Bunga asosan boshqalarning diqqatini kuzatadigan shaklda emas, bu rangning turi yomonchiq. Ko'k va, sariq va, oq va, qizil va o'ziga moslashgan. Bu ranglarning qaysini kelsa, uni yo'lliqmiz yo'lliq. Chunki Alloh taolo insonlarga chiqarib bergan tayyibatdan qatordigan narsa bu. Demak, bu yerda inson o'zining aqidasi mustahkam bo'lsa, axloqi joyida bo'lsa, kiyim-kechib hech yerda qashmaydi. Başqalarga alayda g'alatda bir holat shakllantiramiz. Masalan, misol qilsak, biz Turkiyada yashayapmiz. Turkiyaninki urf-odati bo'yicha kiyim-kechaklar masalan ayollarniki deyli, yuqorida 3 shartga rioya qilgan asosda, qo'chaq shakl kirib olmasdan, 3 shartga rioya qilgan asosda, o'shaning kiyim-kechak shakllansa, chiqishlari qulaylashadi. Avtobus chiqqan vaqtida boshqalarda siqilmasligi mumkin. Masalan. Xo'sh, endi yuqorida so'zlab o'tilgan nurg'un masalalarga bir insonninki shu aralashtirib etmey, mayli diniga zid holatda ish qilmaslik uchun dinini to'g'ri tushunish kerak bu masalada. Shu to'g'ri diniy tushunchani yetildirishning gibi asoslari haqida. Buning 3 nuqtada qisqacha masalani bayon qildim. Birinchisi aqidaning mohiyatini va taqozzosini bilish lozim. Xo'sh. Biz shahodat kalimasini aytgan musulmon Uyg'urlar. Unda o'qigandan biz musulmon bo'lgandan bu islom aqidasining mohiyatini birinchi qilib mohiyatini bilish lozim. Turmuşga münasibetlik, ticaret münasibetlik olsa işçilep bir yerdir. Ama bizdenki hayatımızdan asası olan bu akidemizden mahiyetini, dünya karışını biliş, bu Müslümanlıkın işbazı. Birinci kılıp bildiğiniz. Bazıları 6 imanını yadlı versek 1 minut işleyip bundan şey yok. Açtığın takazzası değil mi? Bilişler. Mesela biz şehadet kelimesi etken olsa, Müslüman boğan olsak, her kandak fikrimiz, her kandak tasavvurumuz, her qanday gap sözümüz, her qanday iş hareketimiz qaysi bir sahada, qaysi bir meydanda bo'layli, bu aqidimizdan shakllanadigan narsa. Xo'sh. Her qanday sözlerimizde, iş hareketlerimizde, tasavvurlarimizda şu ishni aqidaning ruhiga bog'lash bu iymonning taqozzasi. Faqatlam yodlab qo'ysak tugaydigan shu. Buni tilimiz bilan ifodaladik, ammo tasavvurimizda, tijoratimizda, siyosatimizda o'quvchilik hayotımızda yoki boshqa tashviqot vositalarida olsin, gap so'zlarimiz bo'lib qolsin, buni aqidaning ruhiga bog'lash bu iymonning mohiyatini tushunganlik. Xo'sh. Buning asosan bu islom aqidamiz kimlikni shakllantiradigan omillarning eng muhim omil hisoblanadi. Biz Uyg'urlikni Alloh taolo inson taqdir qilib o'tgan bir omildir. Unda ixtiyorlik yo'q. Xo'sh. Biz Avrupalik olanmaymiz yoki Hindistonlik yana bir şey olanmaymiz. Allah bizi Uyg'ur qilib yaratdi. Buni bilan faxrlanamiz, Allohga hamd aytamiz. Xo'sh. Nima uchun bu yerda aqidani kimligimizdagi eng muhim omil deymizsa, o'zimizdan ixtiyori bilan tanlagan bu aqidamizda eng muhim omil deymizsa, chunki bizning dunyo qarashimiz, qimmat qarashimiz yoki ideyalarimiz yoki boshqa davlat millatlar bilan bo'lgan munosabatlarimiz va qonun tuzumlarimiz nima deyish shakllanadi? Aqidaning ruhidan, mohiyatining taqozzosini shakllanadi. Xo'sh. Shuning uchun bu aqidaning mohiyatini taqozzosi bilish musulmon nisbatan eng muhim omil hisoblanadi. Birinchi darajada qilishlik bu. Biroq nima uchun ham ayndoq emas? Endi hozir qarasak ahvol nada? Nima ishqi bu xil tushuncha o'tir yuqori deyilgan narsa yo'qsa, ko'pligan musulmonlardagi ayb nuqson yoki illatlarsa bularning islom bo'lgan tushunchasi yuzaki bo'lganlik uchun faqat 6 iymonni yodlab olsak, 5 vaqt namozni o'qisak, ishimiz tugdi deydigan bu xil yuzaki tushuncha kelib qolganlikdan islom dini urf-odat va shaklbozlikqa aylanib qoladi. Shuning bilan birlikda bir qism kishilarningki sharqshunoslarningki zaharlik ideyalardan ta'sirlanishi natijasida islomni chetga qaqish yoki islomni tor doiraga siqish illatlari yoki hujumlari ko'rilmoqda. Masalan deylik biz, Yevropada din bilan siyosatning aloqasi bunday bo'lib ketgan.
Hristiyan dini faqat chirkovda yaqib ekan, siyosatga aralashmabdi ekan. Unda ol mushtaq olsunmamdi dedi. Bu tushunchani nereden aldığımızda Kur'an, sünnetin ve mujtahid, mutafakkir, faylasuflarning tushunchasidan olgan emas. Bular dad kimdan avlodlari, kimdan shogirdlari, sharqshunaslarning shogirdlari. Randi tashkilotiga o'xshab Amerikadagi adam cho'ng tadqiqot markazining shogirdlari. Bugun kunlikda islomning qimmatga hujum qilayotganligi dal bu sharqshunasningki ustidan chiqib qolganligi. Islomningki asli manbasidan gap qilmaydiganligi bo'ldi yoki bilmaydiganligi. Endi yana shuni bilan birlikda bir qism musulmonlar bular islom dinininki har qanday ishda, meyli aqidada bo'lsin, ibodatda bo'lsin, axloqda bo'lsin, siyosatda, falsafada bo'lsin, o'ttirahalli xarakterga ega bir din ekanligini bilmaganligi yoki buni ra'y qilmaganlik uchun ikki turli kasal, ofat maydon chiqmoqda. Ya'ni bundan nima chiqyapti? Oshqulliq chiqyapti, uning ta'tirisida passiv oshqulliq maydon chiqyapti. Bu nimadan kelib chiqadi? Islomningki har qanday bir ishda, har qanday bir sohada o'ttirahallikqa ega bir din ekanligini bilmaski yoki tushunmaski, yoki bilsa xufsallik qilib millatni qoymoqtirish uchun boshqa bir yo'l tutganlik sababidan ya oshqun bo'layotdi, yoki Allohdan bak yaqinlashidigan odamni mashina qilib deb millatni ozdiryotdi, yoki buning ta'tirisida passiv darajada ebgalik dersinde takım aşkılışı. Yani ikisi tamamen birbirisi zıt aşkıllık. Birisi İslam'a söyüngerlik, İslam'a bek emel kılman digenlikten kep çıkan aşkıllık ve yinenki görsetmesi talıkıp. Yani birisi İslam digen anda, İslam anda bizden günüge, bu günü kep karşı boğan, müşahede peyda boğan, biz gayripçi yazsak oldu, ya Xitaycı yazsak oldu deydiğen, ya Xitay paras, ya ki özününki kimlikini unutup kalgan ideya sınıp kalgan adamlarımızda bu pasif aşkınlık şekli. İşkideyse en zehirlik epyonda xatarlik. Ma epyon çıkıp ağalarını davalısı 3-4 ay sakıyordu. Ama aşkın, onun teatr aşkın yani, ebga aşkın, pasif aşkın, ideya aşkınlarını buna davalaştırın neticeli getirdi. Buna alay dikkat kılsın. Görünüp atıyordu bu ahvalla. Bundaki takımı çıkıyor. Bu birinci mesele. İslam'ı doğru düşünüş için. İkinci mesele İslam'daki özgermeydiğen noktalar bilen özgirdiğen noktalarını biliş bu dinimizin doğru düşünüş için en mühim anlamımız. Dinimizde özgermeydiğen noktalar var. Mesela akideden asasını özgermeydi. Akide özgermeydi. İbadetten asasını özgermeydi. Hiç kanday bir adam uzun pantolon. Ahlaktan asasını özgermeydi. İslam'daki siyasi nezriyeninki, siyasi kıymet karışının asası özgermeydi. Hoş. Mesela, başka, kurmuş dairler var, kim ayrım, toxtasak bu temin. Hem bir yer özgürdiğen dairler var. Özgürdiğen dair demek okşaydı olsa, mesela, siyasette misal kalsak, ya ki idari başkuruşunu, ya ki cemiyet, devlet başkuruşunu, ya ki diplomat alakası misal kalsak, İslam dinimiz bunun asaslı, prinsipal meselelerini oturup koydu ama tefsilatını şeriatının royu boysungan asasda sizler tədqiq qılanlar, izlənanlar, keşif qılanlar, başqalardan boğan bolsa faydalansanlar buldu, koyuverdi. Hoş. Demek bir yerde biz şeriat özgermeydiğen noktalar bilen, özgirdiğen noktalarını ayıramasak, örlük üçün boğan körüşümüzde uygunuş yolu da ve gülleniş yolu netice kazanmayız. Kaymukıp kalımız. Çünkü özgermeydiğen noktalar bizge nispeten meş'alinin ornudur. Öçmez meş'alinin ornudur. Neye güvasak bizge? Monarlan şekilde yol harisini başlayın. Ama özgürdiğen nesli zaman, makan, şarait, ahvalın takazzazı boyunca özgürüş kubul kıl. Mesela bazı bir deliller var, her xil izahlaş kubul kıl. Buna delili zannedemiz. 2 xil, 3 xil, 5 xil. Burun alimlar 8. asırda, 6. asırda 15 xil izahlagan bolsa, bugün küllet yani bugünkü devirge münasibet izahlaştı, kubul kılgan bolsa, biz bugünkü devirine izahını hep gidiyorsak bu. Mesela, demek buna asasen özgermeydiğen meselelerde müstahkem duruş, özgirdiğen meselelerde övrüşüm buluş, takazza kılın. Eğer biz buna ruay kılmasa, siyasi hareketimizde ya ki siyasi köreş prensiplerimizde mi ruşen harita ilgi olamayız. Bugünkü meydanda bulavatkan meseleler karsak, siyasi meydan mukum turduğun nemi yok. Prensip yok. Şuna biz yani toxtamay özgürlüğü. Muş noktunu bilgen bolsa,
Xoş. Dinimizin ko'rsatmasi bo'yicha prinsip bo'yicha o'tirib qo'ydi. Qolgan masala shuning asosida taraqqiy qildirib, yangilab, gullantirib, boshqa foydalanib, ishni rivojlantirib. Qalaymiqonchilikning chiqishidan sababi bu. Bu ikkinchi nuqta. Üçüncü nokta dinin doğru düşünüş için Müslümanlık mecburiyetini his qilish. Faqatla men shahodat kelimesini aytsam, 5 vaqt namoz o'qisam, zakotim bo'lsa, ba'sam ishim tugagan. Bir o'zimlam yaxshidan bo'lsam, shu yo'q undaqmiz. Xo'sh. Islom dini o'zing yaxshi bo'l va boshqalarni yaxshi odam qil deydigan bir prinsip bekitdi. Sening vazifang o'zing bilan tugamaydi. Oilang bilan da tugamaydi. Jamiyatni isloh qilish, jamiyatni gullantirish sening vazifang. Xo'sh. Cemiyetini aqidi jihatdan tuzitish, axloqiy jihatdan tuzitish, siyosiy jihatdan tuzitish, bugungi xo'rlik holatida bo'lgan bo'lsa, bu xo'rlikni tugitish uchun harakat qilishning majburiyating deydi. Agar biz dinimizni sog'lom tushunib, dinimizga bir butun hayot falsafasi yoki hayot metodi sifatida amal qilgan bo'lsak, u vaqtda insoniyatni yetaklashda payg'ambarga izbosarlik qilish shartiga erisha olamiz yoki insoniy yetakchilik qilish shartiga erisha olamiz. Bunun şartı dinimizde sağlam düşünüş ve bir bütün amal qilish. Eğer dinimiz sağlam düşünemezsek, İslam'da bir bütün hayat metod edip qaramasak, faqat masjidda aqıdı deb xuddi sharqshunoslardan ta'sirlangan bir qismlar olajoq so'zlab yurgan bo'lsa, bunda xato ideya kirib qolsak nima bo'lsa, payg'ambarning metodi bo'yicha insoniyat yetakchilik salohiyatiga bo'lamiz. Bugungi kundagi ahvolimiz musulmonlarning shu. O'zidan majburiyatni unutib qoladi. Deydiki, men 5 vaqt namozimni o'qidim, yana ishim bor dedi. Deydi ki, ben başkadan bir narsa ele olmadım, ben işim tügmedim. Biz seni tillemedim ben. Bir mümin ben dedi, yavaş ben dedi. Onu tügmedi. Sen özün yaxşı ol ve başkalarını yaxşı kıl. Sen özün doğru olduman ve başkalarını özün his qilgan, xotirjamlik, amallik, baxt his qilgan, o haqiqatga başkalarını chaqirdi. Bu mas'uliyatni his qilgan vaqtida, eninken öz vaqtiga o'xshash, burunga o'xshash dunyoga yetakchilik qilish salayeti, yaxshi sharifi Müslümanlarga ait olur. Ama bugün kundaki özümüz har halatda, mustamlik halatda o sharif ega bo'la olammiz, ega olamiz. Özümüz bu xo'rlikdan qutulsak, bu xo'rlikdan qutulish uchun dinimizni sog'lom tushunsak, musulmonlik majburiyatidan faqat bizning xo'rlikdan qutulish bilan tugmaydiganligi, xo'sh. Faqat o'zimizdan hidoyat tepish bilan oxirlashmaydiganligi, balki bugungi kunda dunyoni butun o'tqa, ofatga, vayronchilikqa tiqayotgan, mayli kommunistlar bo'lsin, yana biz bo'lib qolsin, bu xatarning oldini oladigan mas'uliyatni o'zimizdan mas'uliyat deb qaray olgan vaqtida, ening kendi musulmonlik mas'uliyatini tushungan ado qilgan bo'lamiz. Bu üç noktanı bilgen birisi, aqidaning mohiyatini bilish, ikkinchisi islomdagi o'zgarmaydigan nuqtalar bilan o'zgarishchan masalalarni ayirish, uchinchisi musulmonlik majburiyatini his qilish. Buni bilgan vaqt ening kaynidan dinimizni to'g'ri, sog'lom tushungan bo'lamiz. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Ammo shada ustadimni abaysil tilg'alab o'tgan yoki passiv oshqonlar yoki bo'lmasa taqvodorlik qilaman deb oshirib o'tganlar. İki xil asaslık nimene to'xtalib ideyadiki. Bunu mesela umumi bir normalde ma'lum bir jamiyatdagi ma'lum persentdagi bir kishilarninki umum mesela sildab o'tgandagi işte yüz ve qo'lning eshib o'tilishida mesela ayollar eng ixtilof bo'layotgan, eng varang cho'rong sayilgan masala bu ham jamiyatimizda. Mesela g'arbdagi bu passiv aşkullar bolsa milletning ichidagi ma'lum persentdagi kishilarni masalan bu aşkulluk deb ifodaladi buni. Jamiyatning ichidagi bir qism kishilar madamiki yani islomdagi bu asosliq e'tirof qilingan mazhabning ichidagi e'tiborga ilingan mazhablarning birisi buniki texambak bu Allohga yaqinlik, taqvolik deb sifatlanadi bu nimamda. Muşundaq tuğa asasda ma'lum bir persen kişilarninki, hanım qizlarninki bütün bir cemiyet onunğa hammasi unda bo'lib ketmagan bir ahvolda yoki boshqa jamiyatdagi normal yuzini yapmaganlarni ayıplab, sen dinning sirtiga chiqding, sening yuzingni ochiq qilib yurishing xato sizningki deb masalan unda bir tashviqot qilinmagan bir ahvol ostida shaxsiy holatda men shunday yurishni xohlayman deb uning tanlashinimi biz uni oshqun deb qaramdik bular deyotgandek. Yoki uningga boshqacha. Shunisi bo'ldi. Ve yuqoridagi qo'ygan 3 shart farz xarakterlik bir shart. Xo'sh, xo'sh. Har qanday bir musulmon qiz, ayol buni amal qilish lozim.
Agar musulmonlik da'vosi samimiy bo'lsa, amal qilish bu farzdir. Ham ba'zanlar yo'q men bundan sal ochib ozroq savob olsam bo'ldi deb. O'zini yapgan bo'lsa, burun bizdan bo'lgan. Xo'sh. Ya'ni bizdan bo'lgan, bizda o'zimiz butun 5 o'ylar yo'gaydigan, masalan, Qashqar Xitoy chekib o'tmagan bo'lsa, hozirmi shunday yurtiq yani. Bizniki an'anaviy madaniyatimizda, madaniyatimizda butun o'zini yapadigan ahvol bor. Qarang emas, ammo to'g'ri amal bilan yapadi. Bu nima deb yapadi desa, bundan savob bo'ldi. Savob bo'lamdi desa, o'zini yapsa savob bo'ladi. Ya'ni mustahab darajada savob bo'ldi. Mustahab degani qilib qolsa, savob qilishda qilmay qilib qolsa, gunohkor bo'lmaydi. Men yuqorida o'ttirib qo'ygan 3 tarligi farz xarakterligi. Va o'zini yapamiz deydigan bo'lib qolsa, u mustahab, savob ol. O'zini yapmaydigan bo'lib qolsa, hargiz shariatning ko'rsatmasida gunohkor bo'lmaydi. Bu oshqullikla aloqasi yo'q bu ishning. O'zini yapishning oshqullikla hech bir aloqasi yo'q. Ya'ni bu yerda oshqullik deyotganimiz musulmonning qinini halol deydigan. Turkiyaning masjid namoz o'qisa qabul bo'lmaydi deydigan. Mesela Turkiya hokimiyatini kafir deydigan. Bu xil darajadagi yoki zakatini bermagan musulmonlarning mol mulki bulash lozim deydigan bulanchi qaraqchi mashqlarni maqsad qiladi. U kiyim-kechaklar aloqasi yo'q. Men faqat bir kiyim-kechakdan ko'rinish shaklida. Xo'sh. Oldimiz 2 xil. Xo'sh. Holat bo'lg'achqa men shu tarafini bayon qilib qo'yman. Farz tarafini, passiv tarafi. Qandaqdir bu bizni yapsa savob bo'ldi deydigan bu mustahab darajada o temaga kirmadi. Agar yapqasi oshqulliqlar uning hech bir aloqasi yo'q. Agar rangda savob bo'ldisa, u xato. Rangning aloqasi yo'q. Xo'sh, endi tilimizga kelsak ham Uyg'ur tilining kimlikni qo'g'dashdagi roli nima bir qo'y. Bu tilimiz yuqori deganimizdek Allohninki ulug'ligini ko'rsatgan bir namoyon. Allah yegani turib dunyodagi insonlarni har xil tili bilan so'zlaydigan qilib yaratgan. Ya'ni bu bizning o'ylanishga oyatim so'zlaydigan shu xalqqa mening Allohga bir qulchilik qilishimizga sababchi bo'lgan omillarimiz. Xo'sh. Bu til omillarning kimlik omillarining ichidagi eng muhim omillarning birisi. Buni da vazga chiqib olmaydi. Chunki Alloh bizni Uyg'ur qilib yaratdi, buni tushuntiramiz. Agar xohlagan bo'lsa bizning amerikalik yoki hindistonlik yoki arab yanimish qilgan bo'ladi. Bizning Uyg'ur deyishimiz Allohning bizga bergan bir ne'mati. Bu ne'matga tuzkorlik qilmaymiz yoki tanmaymiz. Hamda bu ne'matni qo'g'dash uchun qanday qilish lozimsa, har bir oila, ishning bir oilada emas, davlatda ilgari, avlodlarni, qiz olsin, o'g'il olsin, Uyg'urcha o'qiy oladigan, Uyg'urcha yoza oladigan, Uyg'urcha so'zlasha oladigan, tafakkur tuyg'ularini Uyg'urcha ifodalay oladigan bu xil saviyaga ega qilish ota-onalarning yoki oilaning bosh tortib qo'ymaydigan majburiyat. Kimlikni qo'g'dayman deydigan buni yasliga tashlab qo'yishga, maktabda tashlab qo'yish qilmaydi. Ota-ona birinchi qilib buni ado qilish lozim. Bolalarni o'qiy oladigan, yoza oladigan, uyda jamiyat masalan muhojir hayoti bo'lib qolsa, maktabda, ko'chada boshqa tildan so'zlasama, Turkiyada turkcha, Amerikada inglizcha degan o'xshash, ammo uyda Uyg'urcha so'zlaydigan, Uyg'urcha fikr qiladigan bu xil holatga ekilish ota-onaning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat. Nima uchun degan ona til bizning faxrimiz yuqori deganda. Ne'mat. Ona til milliy mavjudligimizning asosi, ya'ni Uyg'urligimizning ifodasi belgisi. Ham madaniyatimizning namoyandasi bu ona til. Burun bu şu, til bilan madaniyat yaratilgan, yana yaratilgan bo'lamiz, yana yaratgan bo'ladi. Dunyoning kendi qilib qo'ygani yo'q. Boshqa tildan boshqa hech qanday tuvan taraf yo'q. Faqat tuvanlik bo'lsa, ya'ni qimmat tuvallab ketgan bo'lsa, bizning abgaligimizdan keldi. O'zimiz chang turolmag'achqa, davlat qo'ldan ketdi, vatan qo'ldan ketdi, shunga bu tildan qimmat tushib ketdi. O'zimiz tik turgan bo'lsak, bu tilni dunyodagi oldingi qatada hech bo'lmasa turk tillarining ichida birinchi o'rinda turgan bo'ladi. Bunga o'xshash madaniyat yaratgan. Bu sababdan deymizki, ona tilni yo'qotgan millat o'zini yo'qotib qo'ydi. Tilni himoya qilmagan millat o'zini himoya qilolmaydi. Shunga bu yerda kimlikni qo'g'dayman deyotganimiz bunga alohida ahamiyat berish lozim. Xo'sh, unda qanday qilganda sog'lom qimmat qarashlarni, to'g'ri qimmat qarashlarni yetildirgili bo'ldi. Bu kimlik omillarining ichida burun biz tarix, madaniyat haqida 25 inson to'xtalgan. Qimmat qarash haqida to'xtalsak, buna bosh deymizki, bu qimmat qarash yetildirish uchun maktabga, jamiyat tanishdan ilgari buni oilaga tanish lozim. Bo'lib bu ayollarga, avlodlarga kuchni shuni markazlashtirish lozim. Ya'ni ayollarga va oil tarbiyasiga ahamiyat berish intayin muhim.
Çünkü ailenin asası, yani kıymet qarashning asası nereden şekillendi aileden şekillendi. Lekin bizning ayollarninki mas'uliyatlariga yoki musulmonlik yoki insonlik majburiyatlariga qarata tushunchimizning to'g'ri bo'lmasligi ayollarning madaniyat yaratish maydonida va bugungiga o'xshash bir holatda siyosiy kurash qilish maydonini yiroqlashtirib qo'ymoqda. Bu nereden kelib chiqdi desa, ayollarning majburiyatlari haqida bizningki tushunchimizdan to'g'ri bo'lmaganligidan kelib chiqdi. Chunki ayollarning kishilar o'xshash bir mas'uliyatga ega. Musulmon bo'lish sifati bilan aqida o'rganishga, ibodat o'rganishga, axloq o'rganishga, ilm ma'rifat o'rganishga, bugungidek xor holatni yug'ishtirish uchun qurolliq kurash qilish, ro'yiga ega bo'lishdan iborat va siyosiy prinsiplarni bilishdan iborat mushning hammasiga mas'ul. Demek biz kishilarga yuqori qishlarni o'tish qanchalar kuch chiqargan bo'lsa, qanchalar badal to'lagan bo'lsa, qiz ayollarga ashunda kuch chiqargan vaqtimizda enin kendin ayollarning madaniyat yaratishdagi va siyosiy kurashdagi, jihodiy kurashdagi rolini shu vaqtda namoyon qilgan bo'ldi. Buni qilmay turib mavjudlikni qo'g'dag'ilmaydi, ham madaniyatni yaratqilmaydi, ham uyg'unishni yaratqilmaydi. Chunki ayollar jamiyatning 50% shular. Xo'sh. Enin kendin ballarniki canlıq adam bo'lishi, ilim ma'rifatli adam bo'lishi, o'zining milliy, an'anaviy kimligini qo'g'daydigan adam bo'lishi yoki abga tayini yo'q, qo'shiq to'yisidan boshqa bilmaydigan adam bo'lishining asosi ham kimga bog'liq desa, onalarga bog'liq. Chunki kuchni qimmat qarash yaratimizda aytganimiz qiz xonimlarga, ayollarga buni markazlashtirish intayin muhim. Buni qilish uchun ikki masala bor. Ayollarning oila majburiyati va siyosiy majburiyati. Xo'sh. Yoki madaniyat majburiyati. Bu ikkini tangpunglashtirib olsak, ya'ni ta'lim tarbiya sohasida, siyosiy kurash sohasida yoki jihodiy kurash sohasida bilan ayollarningki onalik majburiyatini tangpunglashtirib olsak, u vaqtida ayollardan erkaklar o'xshash foydalangan bo'ladi. Agar biz oilaga ham ko'ngil bo'lib, ayol kishi bolasini baqsi bo'ldi, tamq etibasi bo'ldi, kiyim kechgina yupasi bo'ladi desak, u vaqt ayollar na madaniyatdan, na siyosatdan, na davlatdan, na millatdan hech narsa bilmaydi. Na boshlasa qo'yga o'xshab ketaverdi. Bu vaqtda biz nurg'un 50% kuchdan mahrum qoldik degan. Uning aksi ayollar hammasini siyosat maydoniga chiqarib qo'ysa, hammasini tijorat maydoniga yoki boshqa bir maydonga chiqarib qo'ysa, ayollik majburiyati, onalik majburiyati va u yerdan chataq chiqadi, natijada bolalar tarbiyasiz, ongsiz, sopasiz qolib qoladi. Shuning bu ikkini tang moslashtirib etmeniş doğru kötü. Çünkü aile sağlam tampon ala şekillengen vaqtida balalarga sağlam qimmat qara şekillendirishda, to'g'ri ideya singdirishda va to'g'ri kimlik şekillendirishda alayda rol o'ynaydi. Shunga bu ota-onalar deydiganimiz yoki aile erboblari deydiganimiz balalarni semirtishga kuch chiqargandan bekrak, balalarga isil moda kiyimlarni öpürüştün bekrak, balalarga ilg'or tilplarni tutqizishdan bekrak, bularni adam qilishga kuchash lazım. Birinchi qilib bularga aqida o'rgatish, axloq o'rgatish, bugungi siyosiy ko'rishimizdan taqozzosini, ruhini bu balalarga singdirish. Bu qo'liga tutqizib qo'yib, kadın chiqarib o'tmasdan milliy tariximizni, madaniyatimizni singdirish, xato ideya o'g'imiz tuzish, sog'lom ideya shakllantirish. Bunu yüzlendiriş lazım. Eğer aile bununla ehemmiyet verse, ya bu vazifesini ada kılsa, enin kendinden mesul ada kılındı. Bu mesela mesuliyetsiz, ata-ana mesuliyetsiz aile gaydilanıp kaldı. Bunun kuşağı vakti da bu kıymet karşı ne? Meyli dini kıymet karşımız olsun, meyli milli karşımız olsun, millet kıymet karşımız olsun, andın bunu canlandığını, şekillendiğini. Köp rahmet, Allah razı olsun. Temalarımız biraz turdu. Bence bu temanın ahirini inşallah aldığımızki sonda davamlaştırsak, kimlik ve garip eller bilen to'g'ri muomala qilish, garip elleri ve onun medeniyeti bilen qandaq to'g'ri bir şekilde muomala qilish babida aldığımızki davamlaştırsak inşallah şart to'xtaylik. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib İslam ve biz programımızın 74-saniye vaqt itibarı bilen müşahede ahirleşti. İnşallah Rabbim anlağanlarımızga to'g'ri tushuncha bilen düşünüp amel qilishga muyassar qilsin. Her bir iş, her bir insanın qildigan dunyodagi hareketi şu mayli xato bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, şu tushungan, o'zi to'g'ri deb qaragandagi ma'lum bir ideyani bir
Andikin özünün hayatını şununla göre şekillendirip mağdağın gep ve akıbetimi şu özü dünyada baskan kademlerinin neticesi de ya ki hayırlık ya ki aksici boğan şekilde akıbetimiz şekillendirdi. Şuna barlık işlerimizde bu temimiz texinmek tuluqluğunda inşallah aldığımız ikisanda doğru İslam'ın ruhi boyunca meğaşqa müyəssər qilishini Rabbimden tövən şekilde sorayımız. Allah ömür bəsi aldığımız ikisanda görüşküçe aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.